Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'sh, karom yetishtirishni navbatdagi videosi. Bugun videomiz 16-iyul 2026-yil olyapti. Xo'sh, bunga dori solganmiz, sug'ardik. Bu mintali ko'chatimiz. O'tgan videolarda esinglarda bo'lsa, mintali vaqtliroq pishish uchun mintali ko'chat qilganmiz. Mana bu mintali ko'chatimiz. Bu yog'i mana katta partiya ekilgan ko'chatimiz. Chopig'i mana boshlaganmiz. Bu yoqdan chopig'idan oldin bitta motoblokda yumshatib berdik arig'ini. Keyin mana chopishyapti. Keyin yana bir marta motoblokda yurib yuryapmiz. Yana ham yumshoqroq bo'lish uchun. Xudo xolasa bunga endi dorisini beramiz. Kecha bunga qurtga dori sepdik. Kecha video olish esdan chiqdi. Sizlarga qurtga sepilgan dorini ko'rsataman. Xo'sh, karomlari qurtiga mana shu doridan sepamiz. Shu dori yaxshi chiqdi. Buni ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan safar Makka ekishda ham, Makkada ham qo'llaganmiz bu dorini. Shu dori yaxshi chiqdi, bizga yoqdi, effekti yaxshi ekan. Faqat originalini olinglar. Hozirgi dorilar podelkasi ham chiqib ketgan. Xo'sh, bunga qo'shimcha o'zini kleyi bor. Mana bunaqa kleydan qo'shasizlar. Bargida ko'proq qolishini ta'minlaydi bu. Xo'sh, shu doridan qo'lladik. Endi mana xudo xolasa motoblokda yumshatyapmiz. Ertaga xudo xolasa buni ikkita arig'ini yonini chizib, dori solib chiqib, keyin suv ochamiz. Ertaga dorisini solsak, indinga suv ochamiz xudo xolasa. Xo'sh, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga batafsil karom bo'yicha videolar qo'yib borishda davom etamiz. Xudo xolasa sizlarga pishib, sotilib, necha pul foyda qoladi, necha pul rasxod bo'ladi, hammasini qo'yib beramiz xudo xolasa. Xo'p, hammanglar dehqonchiligingizga baraka bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'sh, freski karomimizni rasxodini sizlarga ko'rsatib o'tsam, 16-iyulga kelib 11 million so'm rasxod qilibmiz. Bu yerda dori Ammofos karbamid deb yozib qo'yganman. Bu endi ishlatamiz, olib qo'yganmiz. Buni ham qo'shib yozdim. Bu ertaga ishlatiladi bu dori. Uni ham qo'shib yozdim. 11 million so'm rasxod qilibmiz. Endi bu yog'iga xudo xolasa rasxod kamayaveradi. Nimaga desanglar, chopiqqa ishchilik ko'p ketib qoldi. 1,460,000. Endi chopig'i ikkinchisi nomiga qilib chiqiladi, o'tini o'ldirib, birinchisini yaxshilab choptirdik. Xudo xolasa 11 million so'm rasxod qildik 16-iyulga kelib. Bu narsalar chiqarishdan maqsad odamlarga manfaat tegish, savob uchun. Hech qanaqa sizlardan bir narsa umid qilmaymiz. Sizlarga manfaatimiz tegsa, shundan xursandmiz biz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglar dehqonchiligingizga baraka bersin. Karom ekishni o'rganayotganlar bo'lsa, oxirigacha kuzatsanglar, necha pul foyda qoladi, necha pul rasxod bo'ladi, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.